Vatan. Vatan hamma xalqlar uchun juda azizdir. Har bir insonning kindik qoni to'kilgan, ulg'ayib kamol topayotgan joyi vatan hisoblanadi. Vatan ona kabi yagona, muqaddas. Vatan tuyg'usi barcha narsadan qadrlidir. O'zbekiston qadimdan ota-bobolarimiz yashagan maskan, xalqimizning tarixiy vatani. Serquyosh, hur o'lkamizning poytaxti azim Toshkent shahridir. Yurtimizning dunyoga dong'i ketgan Samarqand, Buxoro, Xiva, Qarshi kabi qadimiy shaharlari bor. Diyorimizga kelgan ko'plab chet ellik sayyohlar ona vatanimiz tarixi, madaniy obidalari bilan tanishib, bir olam taassurotlar bilan o'z yurtlariga qaytadilar. Har bir mustaqil davlat o'z bayrog'i, gerbi, madhiyasi, maydoni, mustahkam chegarasi, armiyasiga ega. Mustaqil O'zbekistonimiz ham o'zining davlat ramzlari, qudratli armiyasi, mukammal konstitutsiyasi, dunyoda o'z o'rni va obro' e'tiboriga ega mamlakatdir. Biz bolalar o'z bilimimiz, a'lo xulqimiz, bor kuchimizni vatanimiz mustaqilligini mustahkamlashga sarflab, yurt ravnaqiga o'z hissamizni qo'shadigan komil inson sifatida voyaga yetishimiz zarur. Biz o'z vatanimizni sevamiz va u bilan faxrlanamiz.